Diqqat, muhim xabar. Bozordan go'sht sotib olib, o'zi va farzandlari iste'mol qilayotgan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling, O'zbekistonga import qilinayotgan mol go'shti hajmi ketma-ket 2 oy davomida kamaydi. Mamlakatda go'sht narxi o'sishda davom etmoqda. Statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aprel oyida suyakli mol go'shtining narxi bir oy ichida 3,2% ga oshgan. Yillik hisobda esa o'sish 16,6 ni tashkil qilmoqda. Qo'y go'shtining narxi aprel oyida 3,7% ga, yillik hisobda esa 20,3% ga oshganligi qayd etilgan. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga obuna bo'lib, like bosing va videoni barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying.